Barchalarga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Efus Power kanali. Xo'sh do'stlar, bugungi videomizda sizlar bilan birgalikda anglab turganingizdek, qarochi Potpack opening qilamiz. Har doimgidek o'sha payshanba issig'ida, qarochi like va obunani bosib qo'yinglar va biz birinchi open packni boshlaymiz akalar. Tak, hozir bizga kim kerak deydigan bo'lsalaring, bu yerda Kvaratskhelia kerak. Keyin Nico Williams ketdi. Opanya, Nico Williams. Xavi Simonski, Rasmus Hojlundlar kerak bo'ladi bizga. Shunda hujum qiziydi. Hujum juda ham zo'r qiziydi. Tak, 100 ko'nga bosamiz. 1 2 3 ketdi. Ketdi akalar. Duvoy. Qani kim tushar ekan? Yo'qana, Hojlund tushib qo'ydi akalar. M3manda va M3ga qaytib keladi mana bor. Basharasi ham bo'lmasa. Birinchisiga yaxshi. Zakrepleniya qilib qo'ydi guruhni. Tak, mana bitta ko'ramiz hozir. Tak. Qani. Sopqosaydi. Yo, opaza kim bu 92 mi? Voy, paslar. Öyle buguningdan battar bo'l. Bo'lmadi akalar, bo'lmadi. Tak, mayli. Xo'p, endi oxirgi umid. Odam to'liq qoldi. Keyin nedastashni jipi. Yo, futbol sotish kerak ekan, sotaveramiz akalar. Tak, igrokiga kirib yuboramiz, a. Tak, menga komanda, igroki 550 ta bo'lib ketdi. Yo, bana babam ura. Tak qilamiz. O'zi bir 4 ta sotsak ham bo'ladi. 5 ta 60. Mana ketdi akalar. Endi qaranglar. Oxirgi urinish. Tak, hozir ko'ramiz. Mana ikkita nima friga deb turgan bo'lsalaring, oddiy yana u akalar. Oddiy mana bilar kim tushadi bilmayman, lekin hozir tushadi-da. Buni biroz tutib tashaveramiz. Kerak emas chunki bizga akalar. Yangi boshlaganlar uchun juda ham kerak bo'ladi. Shuni ham inovatga olib ketish kerak. Tak, mana ketdi. Davay kim tushar ekan? 96 bo'l, 96. Nico Williams. Oldindan bilib qo'ydim. Nico Williams. Yaxshi. Endi hujumimiz qiziydi. Lekin bu LPS'dan hech kim o'ynatmayman-ku. Nima qilaman buni deydigan bo'lsalaring, o'rtaga qo'yib ko'rishga harakat qilamiz agar o'ynaydigan bo'lsa o'rtada. Tak, hozir Maya komandaga kiramiz. Yo'q, mana bu yerga bunday sartravat qilib подписание qilib turib, hop, LPS. Faqat LPS'da o'ynaydi, so'zsiz. Mana LPS'ga bunday shaqillatamiz. Tak, endi Hojlund, Rasmus Hojlund. Tak. U Barkalem bor ekan. Villani o'rniga chiqarib turamiz. Oppana, 101 bo'lar ekan. Yo'q. Opaza ekan. Qani bu box bo'lmasin, hech qilib yakir bu bo'la. Box degan oldindan bilib qo'ydim, mayli. Tak, hozir onlaynda match o'tkazamiz va o'sha topilgan joydan boshlanadi. Let's go. Raqib hozir bor, potda urib tushiraman, potda. Hozir ko'rasiz, Hojlunddan bir 2-3 ta gollar bo'ladi, menimcha bir 2 ta 3 ta gol bo'ladi. Hozir ko'rasizlar, qaranglar, hozir men Messining o'rniga bu chapaqa edi Hojlund. Shuning uchun Messining o'rniga qo'ydim. Yo'q, buni hammasi tepaga qarab turibdi. Oho, zo'r taktika. Raqibga ham zo'r. Bizniki nima degan taktika? Просто bizda LPZ borda Nico degan bitta maraz bor. Tak, endi hujumga oldiga bo'lmasa, duvoy. Futbolchilar o'z joyini egallagan holda biz Tega Muhammadiy degan sopernik bilan o'ynaymiz akalar. Bu divizion match. Qanaqa match deyapsizlar, o'shaga hozirgi gapim divizion match bo'lgan. Divizion matchda biz hozir raqibni yanchib tashlashga harakat qilamiz, lekin eplay olmasak, meni kechirasizlar. Duvoy. Ketdi, o'ylana chichish boshlandi. Hop, qani Muhammadiy, davoy. Adash ekanmiz. Tanaka ekan. Voy. Yo buni. Go. Uy, gap yo'q. O'zbek qonuniy ishma shunaqa bo'ladi akalar. Golda ham inshaalloh boraveradi. O'zbekka shunaqa qiladi. Shuning uchun bitta like va obunani bosib qo'yinglar. Akalar, sizlar like bossanglar, men to'xtamaslikka harakat qilaman.
harakat va'da beraman akalar, to'xtamayman akalar. Sizlar qo'llab-quvvatlab tursanglar bo'ldi men aka. Voy, shu joyga bitta like bosib qo'yinglar. Ketdi. Bos. Ana. Tanaka tura olmadi. Akalar, o'piziga mana bu tanakani qo'yib qo'yibmiz. Taktikani o'zgartirish kerak edi. Taktikani to'g'ri aytyapsiz, o'zgartirish kerak edi deyapsiz. To'g'ri aytyapsizlar, bor. Sizlar ham gapinglarda jon bor. Faqat qaranglar. Qo'yilin degan bir opa. Bu sheva. Nesta turibdi, qanday sheva o'tib ketishi mumkin debdi. Lekin bitta komandada o'ynagan ekanlar. Eto. Keza. O pas qaranglar, offside. BV ekan o'zi. Meniki PVR. PVR nima degani bu desanglar, bu power degan akalar. Tak. Tepaga. Shevchenko qo'ylinga tashaysan. Opa. Kosta Kurta, Nesta, hammasi bor akalar. Kim kerak bo'lsa bor. O, davay. 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 Unga paslash olmadi. Davay. Yaxshi Toni. Pas, ya. Niko Williamsmi bu akalar? Tanimayapmanmi bolani, bu zo'r paslashardi. Nima qilyapti? Niko sekinlashtirib tashaganmi buni? Shu Barsaga o'tmaganiga xapami deyman-da, Kanami ham akalar. Вы слишком торопитесь. Очень торопитесь. Qo'yib qo'yarmiz balki. Yo, Raul, voy! Yo, o'tkatdi, gol. Yo, gol emas. Qattiq dribling qilarkan akalar. Raqib vashi kuchli. Raqibga qarab o'yinni hozir ikkinchi taymda to'g'rilab chiqamiz. Duvay qani ketdi. Yoki gol urishgan harakat qilsak bo'ladi. Voy, nega orqaga qochyapsan? Nega? Nima qilding hozir? Orqaga qochib. Nima yaxshilik qilib qo'ydingki orqaga qochasan? Hop, hozir bu yoqqa Jamal Musiala. Yo, to'sadi bular. Qo'yildan duvoy paschani qaranglar. Nestada bitta. Opa. O'ziga offset bo'lib qopti-da. Tanaka. Qo'yildan pas bu gol akalar. Qo'yildan gol. Opa. Kichkina boshlaymiz akalar golni. Duvoy. Yana qo'yilib yugurdingmi? Yo, bu Musiala ekan-ku bu. Iye. Qo'yilga pas. Qanaqa pas bu? Qanaqa pas beryapsan sen? Yo'q, ding. Ana, Raul, qo'yilib yugur. Qo'yilib. Tepmadi akalar. Yaxshi. Yo, o'xshamadi. Qaytar olmaydi. Nega desalaring, tezligi yetmaydi-da. Qaranglar. Oppa, shunaqa narsani ko'rganmiz? Oppa, qaytar. Afsus. Eto, yomon ketadi lekin. Bor, eto, shunaqa tez. Tugab qoldi akalar. Birinchi taym o'zining xonasiga yetdi va biz taktikani o'zgartiramiz degandek. Hozircha yaxshi o'ynayapti, lekin taktikani o'zgartirishimiz kerak. Xo'p, bu yerga biz mana bunday qo'yamiz va men bu Aporni almashtirishga majburman akalar. Hendersonni qo'ymasam bo'lmaydi. Ming bor uzr akalar, qo'ymasam bo'lmaydi. Tura olmayapti, ko'rib turibsizlar o'zlaring. Shu joyga bitta like va obuna bosib qo'yinglar akalar. Endi maqsadimiz 2000 ta bo'lish akalar. Oppa! Avval 1005 ta bo'ling deyapsiz. To'g'ri, 1005 ta bo'lish kerak avval. Oppa! Davay. Qo'yilga pas. Yugurib qaranglar. Shunaqa sekin bo'ladimi bu? Voy bu. Yegana. Qo'y, ne ola olmading hozir? Nima to'sqinlik qildi olishingga seni bu yerda? Sheva. Ferdinand bu yerda. Geçler. Raul gameplay, davay. O'ziga. Raulov. Opa. O'xshamayapti akalar, o'xshamayapti.
Yugur, chuchivardik, ikki chuchivardik. Bu tarafga qarab yugurib qo'ypan, nari tarafga qarab. Sizlarga betdan ko'rinadi, lekin bu tarafga qarab yugurdim aslida. Bu tarafga, u tarafga, bu taraf bo'lib ketdi. Hamma joy taraf bo'lib ketdi, qarochi. Nega uni qo'ydingiz o'zi? Hendersondan yaxshi o'ynayapti deyapsizlar. To'g'ri, mana gol yana bitta. Ko'rdinglar, mana chichivaryapti. Mana bu sovet berayotgan odam meni asabimni buzyapti hozir. Sovet berayotgan maraz meni asabimni buzyapti. Qaranglar, hamma sasiydi maytda endi. Hamma sossilar ana shunda yig'ilib qolgan. Bu potiflar uncha kelmabdi akalar. U ko'r olmaylar bu potifni akalar. Maslahat bermiyor. Qo'lini ham bo'lmaydi. Oppa, mana bu. Davay endi, qo'lini juda sekin qilib tashlaganmi? Nega uni o'ynayapti bu? O'zim ham tushunmayapman-da. Uy, golni bo'ylabman. Voy, divizion 1 ga chiqishimizga ozgina qoldi-ya. Mayli endi. Qurbon bo'ldi akalar. Mana shu joyga bitta like bosib qo'yinglar. Oppa. Gol urvar endi. Tegib qoldi ana unga. Ko'tara olmadi musiyalar. Gap yo'q-ey. Qanaqa odamsan ey sen? Sassi, bila. Pauzani bosadi. Bu endi bu psixologический udar deyiladi. Qarochi, men bu sossini ham almashtirib tashlaymiz. APZga qo'y buni. Bu APZga kim turadi bu yerda? Neymar Junior turgan edi. Qani bu? Voy, Neymar chiqarib ol. To'xtanglar, mana bunday qilamiz. O'rtalar, ko'rdinglar mana. Mana. Ana okalar. Duay. Davay, bizga farqi yo'q. Yutamizmi, yutqazamizmi, muhimi biz open pack qildik. To'g'rimi akalar? To'g'ri. Tak. Duay, endi kim tashiydi pastni? Messimi? Yo'q. Ko'tara olmaydigan boyagi odam. Davay, endi ko'tararsan endi. Qani kallada ko'tarishni ham ko'tardi lekin. Shunday. Duay, kallada yut. Yaxshi yutding. O'ziga qaytar. Messi. Qo'yni to'zaboy. Shunaqa ham zarba berar u. Qo'ylin nomiga mos-mosda. To'ppa-to'g'ri uzun market variantda, uzun market variant. Qo'ylin uzun market varianti. To'ppa-to'g'ri aytdi bolalar. Ana. 4-gol bu akalar hozir. Aytdimmi men? Nima deyapman men sizlarga? Bu internetni yoqqanimda men internetim ham shunaqa ishlaydi. Vashchi chichivardik kerak. Ming bor uzr yutqazib qo'yapman endi. Bir qoshiq qonimdan kechinglar endi. Bu aytma deb yozishamanglar yana akalar. Bu Holand o'ynolmayotganiga bo'lyapti aslida. Men hozir asosiy tarkibimni qo'ysam bilasizlar o'zlaring qanaqa o'ynashimni. Yoki Abnovadan keyin shunaqa tuyulyapti bizga, bilmadim. 4 tur tashadim, raqib. Biz bu turganimizga 4 ta qaytardim. Qaytarish ham unga tushadi qaranglar. Ana sossini bekor qo'yibmiz-da. Zarba yana gol. Yo'q. Qaytardi, yaxshi. Qaytarar ekan. Qo'ylan juda og'ir akalar. Qo'ylan maslahat bermayman. Qo'ylan vashcha maslahat bermayman. Bo'lmaydi akalar. Bu pot open pack yedi-yu, lekin anolar uncha kelmadi. Yaxshi emas ekan. Ana ukam deyotgan qo'ylan aytyapman. Qaytar. Nima qilyapti bular? O'zi asab ketishni boshlayapti. Voy. Ey, og'ir. Voy. Davay. Nima qo'lingdan keladi? Hech narsa, davay. Qo'ylan. Chiqaryapsan-ku, qo'ylan. Davay. Voy, bu minus 30 ochko qilsa kerak hozir. 5 bir bo'lib qolsa minus 30 bo'ladi, aniq. To'g'ri bir bo'ldi. Mayli ko'ramiz hozir. Voy, bu minus nechi bo'lar ekan? Qarachi akalar, minus ko'ramizda. Sizlar bilan o'sha gap. 120 ta berib qo'ydi, qayerdandir. Mana 33 berdi, 33. Paslar. Qo'shing bir 20 dan ham oshiq emas. Mayli. Qarachi, sizlar bilan har doimgidek o'sha Efus Power kanali bo'ldi. Qarachi, shu yerda videoni to'xtatamiz akalar. Joningiz sog' bo'lsin akalar. Sog' bo'linglar.